Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun mana 9-fevral. Gilos danalarimizni ekishni boshlayapmiz. Kuzda yerlarni haydatib, agatlarni oldirib ko'rdik. Mana bunday qilib. Mana xudo xolasa mana gilos danalarimizni shunaqa qilib mana ekyapmiz. Sekin mana giloslar уже yorilib qolgan, achchiq gilos danalari. Mana shunday qilib sachib ekib ketaveramiz. Mana уже ochilib qolgan mana. Yorilib qolibdi hammasi. Mana o'rtoqlar, mana shunday, mana shu holatda mana ekib ketilyapti. Mana shunday qilib qator qilib quyib ekilaveradi. Bu ko'proq ekasizlar, ko'proq tashlash kerak buni iloji boricha. Keyin mana shunday qilib yengil tuproq tortiladi ustiga. Mana shu holatda mana şimdi ekilaveradi. Ancha muncha chiqib qolgan tashab. Mana o'rtoqlar, xudo xolasa katta joyimiz. Mana shu holatda ancha joyga ekilyapti. Buyog'larga ham ekamiz hozir. Kimgadir ishonchli gilos ko'chatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli gilos ko'chatlari 2027-yili kuzga tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar qoldiramiz. Ishonchli gilos qidirganlarga istiqbolli, sinovdan o'tgan yangi gilos navlarini ko'paytiramiz, xudo xolasa. Mana sherigimiz ko'myapti. Mana shu holatda ekib borilaveradi mana o'rtoqlar. Mana danalarimiz hammasi mana ochilib qolibdi. O'saman deb turibdi bular mana. Mana o'rtoqlar, mana shu holatda mana ishlab qolibdi. Ochilib ham ketyapti. Mana shunday qilib mana shu holatda quyib ketilaveradi mana uzun qilib. Bitta agatimiz uzunligi ham bor, bir 400 metr atrofida. Xolasa mana shunday qilib sekin yengil tuproq tortib qo'ysak bo'ldi. Mana shu bilan bahorda bir qatqalog'ini chopamiz, sal ko'tarilganda yumshatish uchun ekilaveradi. Kimgadir gilos ko'chatlari kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar o'rtoqlar. 2027-yil noyabr oyida tayyor bo'ladi ko'chatlarimiz. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Biz ishlashda davom etamiz. Danalarni ekib qo'yaylik, kun yaxshi bo'lyapti. Sog' bo'linglar.